Do'stlar, yana bitta sotuvga qo'yilgan kalsomizda, kalso kurugiga yetmasdan, ko'zaga yetmasdan o'ng qo'lda eski ZAKS binoni ustidagi 4 etajli binoyimizda 4-etajda sotuvga qo'yilgan xonadonimiz. Birgalikda ichki ko'rinish variantlari bilan tanishib chiqamiz. Do'stlar, kirganimizda ikki xonadan iborat. Tanishtirib o'tiraman. Bu yer sanuzellari ekan. Endi olsangiz o'zingizga moslab Ariston qilib olishingiz mumkin. Bu yer birinchi xonasi. Buni ko'rishingiz mumkin. Mana yoqda rishton ko'za ko'rinib turadi, kalso kurugimiz ko'rinib turadi. Xo'p, chiroyli qilib egalari ranglarni berib, rang berib qo'yishgan ekan. Bu yer katta bitta zallari. Bu yer oshxonaga ketish yo'li ekan. Yaxshi tomoni eski domlardi. Juda ham yaxshi qurilgan, polli oshxonalari ko'rishingiz mumkin. Videoda nimasi bor bo'lsa bor, yo'g'i yo'q deb aytib ketamiz. Mana shu ko'rgan narsalar qolar ekan, eski konforalari bor ekan. Gaz, suv, svetdan umuman muammo yo'q ekan. Uyimiz, kvartiramiz egalari $24,300 deb baholashdi. Qiziqqanlar kelib, ko'rib, yoqsa baraka qilishingiz mumkin. Rishton uy-joy sizlarga eng yaxshini tavsiya qilamiz. Kommunalkalari, gaz, suv, svet, kanalizatsiyadan umuman muammo yo'q ekan.